Hürmetlik vatandaş, leksiyamızdan devamı bugün çizlaq 2022 yıl 1. ayının 21. günü. Şuna, Fransiya Tashqi Savdo Ministerligining ministri Fransiya Cumhuriyet Kompartiyasining vahshiyona harakatlarini davomli va qattiq ayblishi kerak deb ko'rsatdi. Fransiya Tashqi Savdo Ministerligining ministri Rester, yani Frank Rester, hükümetke vekil bulup söhbet bayan kılganda Şinjan ve sistemlik zo'ravonlik, kishini cho'chitadigan dalil ve paketlar degan iboralarni tilga ilib mundaq ko'rsatdi. Fransiya Cumhuriyet Kompartiyasining vahshiyona harakatlarini davomli va qattiq ayblishi kerak deb ko'rsatdi hamda minister Rester ko'p qatlamliq, qo'sh taraflik uchrashuvlarda Cumhuriyetning kishilik huquqni dafsanda qilishlariga diqqat qiladiganligini bildirib, Şinjanda, yana mustamlika Uyg'uristonda yo'lga qo'yilayotgan ig'ar zo'ravonlikni to'xtatishni talab qildi. Minister Rester mundaq hisobladi: irq yo'qotish jinoyatini rasmiy jinoyat deb bekitish xalqaro apparatlar organlarning ishi. Bu bir hukumatning ishi emas. Fransiya Tashqi Savdo Ministerligining ministrlik kafolat berib mundaq ko'rsatdi: Fransiya amaldorlari Jungo amaldorlari bilan yuqori darajaliklar suhbati o'tkazganda Şinjan meselesini, yana mustamlika Uyg'uriston meselesini ve Uyg'urlarning taqdiri meselesini ko'rishib keldi. Minister Frank Rester yana mundaq ko'rsatdi: Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Yevropa İttifaqıning yig'inlarida fikr bayon qilganda Uyg'urlar meselesi qat'iylik bilan o'ttirg'a qo'yib keldi. Prezident Macron Yevropa İttifaqı parlament a'zolarining so'ragan savollarga javob berganda Yevropa İttifaqıning Jungoda majburiy emgak bilan ishlangan mahsulotlarni import qilishini cheklashni umid qilib keldi. Mecburi emgakka cheklash ahdnomasi tasdiqlashga erishmay turib, mecburi emgakka cheklash ahdnomasi tasdiqlashga erishmay turib, Jungo Yevropa İttifaqı mablag' solish kelishimi tuzilmasligi kerak deb ta'kidlab keldi. Fransiya Sotsialistlar Partiyasining birinchi sekretari For Apandi Jungo Kompartiyasining madaniyat va biologiya jihatda bir millatni yo'qotishdan iborat rahmsiz davlat mashinasini qattiq tanqid qildi. Cho'ng tipli g'arb shirkatlarining dangliq markalarining Jungoning g'arbidagi Şinjanda, mustamlika Uyg'uristonda turk tilida so'zlashadigan musulmon Uyg'urlarning va boshqalarning majburiy emgakka solinib ishlangan mahsulotlarni davomli ishlatishini tanqid qildi. Xalqaro shirkatlar Fransiya davlat parlamenti yer shari bo'yicha 8-chi bo'lib, Uyg'urlarning Jungo Kompartiyasining irqiy yo'qotish siyosatiga duchor bo'lganligini e'tirof qilgan parlamentda. Fransiya agentligi xabarida mundaq ko'rsatdi: kishilik huquq tashkilotlari Jungo Kompartiyasining 1 milliondan ortiq musulmonlarni siyosiy tarbiyalash lageriga nazarband qilganligi ayblab kelishdi. Yevropa Uyg'ur institutini qurib chiqchi sotsiolog Dilnur Rayhan xonim Tayvan markazi agentligiga mundaq ko'rsatdi: bu qatam Uyg'urlar to'g'risida Fransiya parlamentida bilat tashlash intayin bir muhim ish. Bugün tarihi karakterlik simvollik bir kun bo'ldi. Jungoning ichki qismiga, jazo lagerining ishiga hamda davlat sirtidagi Uyg'urlarga
zor ümit elip geldi. Biz hemmimiz Cumhuriyet Kompartiya siyasi hakimiyetinin ziyankeşlikке uçurgan kişilerbiz. Uzundan beri Uygurlarning kişilik hukukunu qo'llab kelayotgan Yevropa İttifaqı parlament a'zosi Daniel Glucksmann Twitter'da fikir qoldirib mundaq ko'rsatdi. Barliq siyasi gruppalarning Uygurlarni irq yo'qotishlik giriftar qilgan siyosatni ayıplash to'g'risida ma'qullangan qarorlar, ya'ni qo'llashi, e'tirof qilishi bu Jungo siyosiy hokimiyatiga berilgan intayin qattiq bir signaldir. Yani bu kişilik hukuk kitapnamesi Fransiya'nın dal vaqtida o'ylanganligini ko'rsatdi. Fransiya Devlet Parlamenti yer şari bo'yicha 8-ci bo'lib Uygurlarning Jungo Kompartiyasining irq yo'qotish siyosatiga duchor bo'lgan millat ekanligini e'tirof qilgan parlamentdir. Bundan burun Amerika hukumati ve Amerika parlament, Kanada, Angliya parlament, Gollandiya, Litvan, Belgiya, Çexiya parlamentleri Jungo Kompartiyasining irq yo'qotish insoniyatga qarshi jinoyat qilishlarining Uygurlar qartilganligini e'tirof qilgan parlament ve hükümetler